Assalomu alaykum, Gulyosh xonasiga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga gulkaramdan oson uslubda ajoyib va to'yimli salat tayyorlashni o'rgataman. Men gulkaramlarni oldindan yuvib olgan edim. Gulkaramlarimizni ustiga iliq suv qo'yamiz va 1 osh qoshiq tuz solib 5 daqiqaga qoldiramiz. 5 daqiqa o'tgandan so'ng gulkaramlarimizni 7-8 daqiqaga qaynatishga qo'yamiz. Qaynagan gulkaramlarimizni asta-sekinlik bilan boshqa idishga solib olamiz. Gulkaramlarimizni olgandan so'ng 4 ta tuxum, 1 qoshiq paprika va yarim osh qoshiq tuz solamiz va aralashtiramiz. So'ngra qaynagan gulkaramlarimizni birinchi tuxumga, keyin unga belab olib qovurishga tashlaymiz. Gulkaramlarimizni o'rta olovda qizartirib pishirib olamiz. Pishirib olgan gulkaramimizni dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Xayr, salomat bo'ling. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna va podpiska bosishni unutmang.